Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChZ rahbari Akmaljon Ma'qulovman. Sizlar bilan roppa-rosa 14 kun oldin video сообщение orqali gaplashgandik. Unda ham men shu kungi holat bo'yicha tavsiyalarni berganman. Mana bugun yangilaymiz. Sababi yog'ingarchilik, ortidan yog'ingarchilik keldi. G'alla maydonlarimizdagi ishlovlar kechikdi. Sababi yog'ingarchilik paytida begona o'tga ham dori gerbisidlarni ishlolmadik, ishlash mumkin emas edi. Mana bugun oxirgi yog'ingarchilik kutilyapti. Ertadan havo ochilib ketish ehtimoli bor. Nima demoqchiman, hurmatli fermer xo'jaliklari, vaqtimiz juda oz qoldi, deyarli tugadi. G'alla oldi buqoq holatiga yetib keldi. Eng achinarlisi shundaki, asosiy g'alla maydonlarimiz kechki o'rtangi bo'lganligi sababli bu yilgi bu g'allalarimizni rivoji o'tgan yilga nisbatan ancha kech hamda rivojdan orqada. Sizlarga bitta ogohlantirish aytmoqchiman. Bu qattiq ogohlantirish. Shu hafta havo harorati +30 darajaga chiqishi kutilyapti. Bu nima degani? Bu degani, harorat +30 darajaga chiqqanda bu bug'doy belga kelganmi, tizzaga kelganmi, bir qarichmi, bu bug'doylar yoppa buqoqlash fazasiga o'tib ketish ehtimoli o'ta kuchli bo'ladi. Shu eslaringdan chiqmasin, shu eslaringda tursin. Bu degani g'alla ekini haroratga qarab fazalarni almashtiradi. 30 darajadan oshdimi, demak g'alla buqoqqa yoppa yotish ehtimoli kutiladi. Shuning uchun vaqtimiz deyarli oz. Imkoniyat darajasida o'g'it bermaganlar o'g'itni beraylik, suspenziya bermaganlar suspenziyani beraylik. Endi shu kunda har xil suspenziyalarga aldanmaylik. Tarkibida azot buncha, fosfor buncha, magniy buncha, rux buncha deb yozilgan suspenziyalarda aldanib qolmaylik. Chunki bu paytda faqat meni maslahatim gormon, ya'ni tarkibi organik kislotalardan tashkil topgan gormonal suspenziyalar bilan ishlashni men tavsiya beraman. Chunki gormonal suspenziyalar septizmi tezda shu vaqtida ta'sir qiladi va zudlik bilan rivojni o'zgartira oladi. Shuning uchun gormonal suspenziyalar tavsiya qilaman. Ikkinchi masala, mana men o'tgan safargi videoyimda aytgan edim. Kechki o'rtangi maydonlarda 70-80% barg sarg'ayishi, fuzarioz kasalligi tarqalyapti. Bugun tarqalmagan maydonlarda ham borib ildizini yulib ko'ringlar, ildizda sarg'ayishlar bor deb aytib ogohlantirganimga qaramasdan, ko'pchilik fermer xo'jaliklari shu tavsiyaga amal qilmadi va endi menga telefon qilish boshlandi. Aka, yerim o'tgan hafta yaxshi edi, bitta karbamid berdim, sug'ardim, sarg'ayishni boshladi. Aka, yerim zo'r edi, bitta suvdan keyin sarg'ayishni boshladi. Aka, yerim zo'r edi, bitta gerbisid sepdim, ko'chatlarim qurib ketyapti. Hattoki quriyotgan maydonlar ham bor. Shuning uchun aytgan paytda aytgan tavsiyani bajarish sizlardan talab qilinishi kerak. Endi hozirda nima qilamiz? Mana havo harorati 30 darajaga chiqqanda, mana shu hafta havo harorati 30 darajaga chiqqanda yodlaringda bo'lsin. Asosiy maydonlarda fuzarioz kasalligi yanada avj oladi. Sababi yerda namlik bor, suvni berganmiz, tepadan yuqori harorat urib tuproqni qizdirib beradi. Tuproq qizigandan keyin asosiy ildiz bu yil yerni tepa qismida iliq turpoqda, iliq nam loyda turgan ildizda fuzarioz kasalligi rivojlanib, bu septarioz kasalligini qo'zib ham beradi. Bu degani, bunday maydonlarda begona o'tga dori sepasimi, kuchliroq zangni dorisini sepasimi, kuchliroq hasvani dorisini sepasimi, bunday maydonlarda kasallik 1,5-2 barobar yana qo'zib, bu maydonlar deyarli hosil olish imkoniyatini yo'qotib boradi. Shuning uchun barchaga bitta tavsiya, shu kunda bitta tavsiya, bu kasallik bor demanglar, yo'q demanglar, barcha maydonlarga
ham zangga, ham o'sha fuzariozga ta'sir qila oladigan fungisid bor. Hammamiz ham zangga dori sepyapmiz, lekin zangga sepyapmiz. Lekin bu fuzariozni ham qo'shib bitta qilib oladigan fungisidlar bor, shulardan foydalanaylik. Xuddi shunday fungisidlarni germonal suspenziyalar bilan qo'shib ishlaylik. Germonal suspenziyalar mana bizda hosil 34 degan suspenziyamiz bor. Buning tarkibida giberlin ham bor, aminokislota ham bor. Hamda bu 3 xil kislotadan tashkil topgan hosil 34 suspenziyamiz juda tez, o'ta kuchli ta'sir ko'rsatadi va pirazol degan fungisid bilan qo'shib beryapmiz. Hosil 34 germonal kislotani pirazol degan fungisid bilan qo'shib beryapmiz. Bu fungisid, pirazol ham zangni tozalaydi, ham fuzariozni davolaydi, ham septariozni davolaydi. Bir yo'la 3 xil kasallikka qarshi bittada ishlov o'tkazilyapti. Barchalaringga shuni tavsiya qilaman. Agar maydon yaxshi o'rta holatda ketayotgan bo'lsa, gektariga 750 gram hosil 34, 100 gram pirazol beriladi. Bunda 150 ming so'mga to'g'ri keladi. Agar maydonda sarg'ayishlar boshlangan, sarg'ayishlar kuchayib qolayotgan holat bo'ladigan bo'lsa, 1 gektar maydonga 750 gram hosil 34 hamda 150 gram pirazol fungisidini beryapmiz. Bu 180 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Bu bilan maydon 2 marta rivojni tezlashtiradi hamda bir paytda o'zida ildizda ketayotgan fuzariozda, septariozda va bakda ketayotgan zang kasalliklarini bir martada to'xtatib berish xususiyatiga ega. Men barchalaringdan shuni iltimos qilib qolardimki, ko'zlaringni ochinglar. Havo harorati 30 darajaga yetgandan keyin bug'doyni hech kim yana bir qarich o'stiray, yarim qarich o'stiray deyishni imkoniyati qolmaydi. Yoppa boshoqqa yotadi buqoqlab, unda kech bo'ladi. Hattoki bir qarichli maydonlarimiz ham boshoqlab yuboradi, shu eslaringda bo'lsin. Keyin baglari sarg'ayib, tagidagi baglar sarg'aygan, bagning uchlari sarg'ayib turgan maydonlarga aksial begona o'tga qarshi dori sepgan fermerlardan salkam 10 tadan oshig'i menga telefon qildi. Bir kunda bug'doyim quryapti, bug'doyim siyraklashib ketyapti deb. Eslaringda qolsin, sarg'ayib turgan bug'doyga hech qachon aksial yoki atlantis sepmanglar. Sababi oldin buni men aytgan tartibda hosil 34 bilan pirazolni sepib davolaymiz. Orqasidan o'ziga kelib olgandan keyin 4 kun 5 kun o'tib o'sha o'tni dorisini sepishimiz mumkin. Aks holda bug'doyni teng yarmini yo'qotib qo'yamiz. Hammani esida qolsin. Yana bitta sizlarga iltimos, mana shu videoni tagiga bitta like bosib, podpisatsiya degan joyini bosib, nechta fermer, nechta MMTP, nechta tuman Telegram kanallari bo'lsa barchasiga tashlanglar, chunki vaqtimiz juda oz. Bir hafta vaqt ichida g'allani taqdiri hal bo'lyapti. Barchaga zudlik bilan yetkazinglar. Zudlik bilan yetkazib, bu mana shu narsalardan tavsiyadan barchani ogohlantirib qo'yinglar. Kimga biz tavsiya qilgan mahsulotlar kerak bo'lsa, 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65, 446 06 65, 94